Aksariyat biznes egalari sotuv bo'limi yoki sotuv tizimi bor deb o'ylashyapti. Lekin Qo'shtirnoq ichida sotuvchilar juda ko'p, buni biz ko'rib turibmiz va birinchi navbatda sotuv bo'limi bu insonlar emas, bu tizim. Bu degani sotuv bo'limi ichidagi har bitta bosqichni almashtirsa ham tizim ishlash kerak. Va bugun sizlar bilan hattoki sizlarda aniq raqam bo'lmagan taqdirda ham yoki oldin CRM joriy qilmagan bo'lsangiz ham 7 kun ichida ishlaydigan sotuv tizimini joriy qilishi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda A nuqtasini aniqlashimiz kerak. A nuqta aniq bo'lmasa, ya'ni start tochka aniq bo'lmasa, B tochkaga chiqishi nereal. Shuning uchun A nuqtani aniqlashda birinchi navbatda nechta lidlar tushayotganligi, konversiya qanaqa bo'layotganligi, nechta murojaat tushayotgan, mijozlar soni qancha. Bir oy davomida o'sha ma'lumotni yig'ishimiz kerak. Agar bu raqamlar aniq bo'lmasa, taxminiy yozishingiz shart. Qisqasi, sizda umumiy ma'lumot bo'lish kerak, yo'qdan ko'ra, chunki o'sha umumiy ma'lumotga asoslanib siz keyingi qarorni qabul qilasiz. Va o'sha A nuqtaga KPI'lari hammasini kiritib qo'yganingizdan keyin uni keyin kunlik nazorat qilishingiz kerak. O'sha kunlik nazorat qilganingizda bu A nuqtadagi KPI'lar aniqroq ko'rinadi. Keyingi bosqichda sotuv voronkani chizamiz. Ya'ni sotuv voronkani o'zi qaysi bosqichda iboratligini taxminiy yozib chiqasiz. Endi taxmin degani biz doimiy ravishda bunacha mantiqdan kelib chiqishimiz kerak. Mantiqdan kelib chiqish uchun biz mijozi savdo yo'li, ya'ni o'zi yo'lini bilishimiz kerak. Qaysi bosqichdan o'tadi? Mijoz birinchi navbatda sizni reklamangizni ko'radi. Agar reklama bo'lmasa, murojaat qilib tushadi, sizga zaifga tushadi. Zaifga tushgandan keyin, mana deyarli sizda CRM yo'q. Zaifga tushayotgan bo'lsa, qatqadir tushadi-ku. O'sha zaifga tushdi, unga sotuvchiga aloqaga chiqadi. Aloqaga chiqqandan keyin uni o'chashuv belgilaydi yoki bepul dars beradi yoki bilmadim, endi biznes segmentdan kelib chiqib, keyingi harakatga o'tadi. O'sha harakatlarni yozib chiqish kerak. Deyarli ko'p biznesida quyidagi bosqichdan iborat voronka. Birinchi navbatda lead tushdi, leadga aloqaga chiqildi, keyin lead uchrashuvga keldi, lead shartnoma so'radi, to'lov qildi. Mana shu 5 ta bosqichni yozib chiqsangiz, hozircha holatda yetarli. Ya'ni sotuv voronka bu murakkab tizim emas, bu shunchaki mijozi bosqichlari. Sizga murojaat qilish boshlangandan keyin to sotuvgacha. Agar shuni ham bilmasangiz, mijoz bilan, bitta mijozingiz bilan gaplashib oling. O'sha mijozingiz qaysi bosqichdan o'tganligi o'zi sizga gapirib beradi. Keyingi bosqich biz har bitta sotuv voronkadagi bosqichda keyingi bosqichga konversiya o'tishimiz. Konversiya bu degani tepada lidlar tushgan sonidan boshlab sizga ofisga kelgan soni 2 xil-ku. Mana shu solishtirishni konversiya deyiladi. Jami kelganlar va lid tushganlarga kelganlar o'sha tushganiga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Konversiya qancha? Bu ham A nuqtadagi KPI. Chunki siz har bitta bosqichdan keyingi bosqichga o'tayotganini o'sha konversiya foizdan o'lchashingiz kerak. Va ahamiyat bering. Har bitta bosqichga mas'ul xodim tayinlanadi va mas'ul xodimni samaradorligi ayniqsa mana shu konversiya orqali o'lchashimiz kerak. Siz o'shani 100 ta zaifga kelgan bo'lsa va 10 tasi sizga ofisga kelgan. Yaxshimi yomonmi? Muhim, lekin hozircha bu ikkilamchi masala. Siz o'shani fiksatsiya qilib yozib chiqing 10%. Keyin siz o'sha mas'ul xodimlar bilan birgalikda shu konversiya foizni ko'tarishingiz kerak. Nima sababdan 10%? Nima qilishimiz kerakki 15 ga chiqishimiz uchun? Ya'ni sotuvchi sizga 10% qilib berayotgan bo'lsa, jami 100 ta zaifkadan 10% ofisga kelgan. Hali mijoz emas, ofisga kelgan. Sotuvchi aloqaga chiqib, "Aka, assalomu alaykum, zaifga qoldirgan ekansiz." O'zini tanishtiradi, mahsulotni taklif qiladi. O'sha 100 tasidan 10 tasi ofisga kelgan. Zo'r. Endi 10% aniq. 15% ga chiqa olmayapti. Endi 15 ga chiqish uchun, 15% ga chiqish uchun bu yerda sotuvchini o'qitish kerak yoki skript qayta ko'rib chiqish kerak yoki leadlar sifatini oshirish kerak. Bu yerda bir nechta faktor mavjud. O'sha faktorlar hammasi tahlil qilib chiqish kerak va uni keyin qilasiz. Lekin A nuqta aniq. Ya'ni shu sotuv voronkadagi barcha bosqichni siz konversiya qilasiz. Ariza tushgan soni, aloqaga chiqildi,
keyin bu anaqa olaman dedi yoki ofisga kelaman dedi, uchrashuvga kelaman dedi yoki bepul darsda qatnashaman degan bo'lsa, po faktu bepul darsda qatnashganmi yoki uchrashuvga kelgan, shartnoma so'ragan, to'lov qilgan va balkim qayta sotuv ham bo'lishi mumkin. O'sha har bitta bosqichdan keyingi bosqichga o'tayotgan konversiya hisob-kitob qilishingiz kerak. Keyingi bosqichda skript yozib chiqishimiz kerak. Skript bu sotuvchi va mijoz orasidagi bo'lgan suhbat, ssenariy bo'yicha. O'sha ssenariy to'g'rida yozish uchun birinchi navbatda tadqiqot qilish kerak. Ya'ni ssenariy, ya'ni skript mijozga yoqimli va unga kerak bo'lgan so'zlarni, iboralarni taklif etish uchun sotuvchi uni yaxshi bilishi kerak. Sotuvchi mijozni yaxshi bilish uchun marketolog sotuvchiga tadqiqot beradi. Mana shu klientga o'xshagan tadqiqot qilib, ya'ni aytadi, hurmatli sotuvchi, deydi marketolog, bu mijozlarda 1, 2, 3, 4, 5 ehtiyojlar bor va 1, 2, 3, 4, 5 og'riqlar va kutuvlar bor. Sotuvchi oladi, yozib chiqadi skript. Agar misol uchun sotuvchi unaqa ma'lumot bo'lmasa va marketologingiz ham bo'lmasa, shu jarayonga o'zingiz qatnashishingiz kerak. Ya'ni mijoz ishga kelganda, mijoz sizga murojaat qilganda o'zi nimadan boshlanadi? Qaysi savol beradi? Eshitib chiqing, nima savol beryapti, nima bilan qiziqayotganligi va unga sotuvchi nima javob berayotganligi yozib chiqing. O'shandan keyin sizlar hattobi ishlaydigan skriptni yozib chiqasiz. Va yana bitta lifehack bor. Agar sizlarda CRM bo'lsa yoki CRM bo'lmasa, mijozni qo'ng'irog'i eshitib chiqing. Qaysi savollar berayotganligi yozib chiqing. Ya'ni qiziqayotgan savollar beradi-ku mijoz. Siz o'shani yozib chiqib, o'shani savollariga asosida siz keyin skript tuzib chiqasiz. Keyingi bosqichda CRM joriy qilish. Bitta narsa kelishib olaylik. Agar siz seriöz biznes shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, CRM siz bo'lmaydi. CRM-chi bu sotuv voronkangizni barcha bosqichda nazorat qiladigan dastur. Tasavvur qiling, sotuvchingizga kuniga bir 10 ta lid tushsa, har bitta lidga nima deyotganligi, unga nima taklif qilayotganligi va lidda nima dardi borligi va u kimligini esda qolmasligi aniq-ku. Bu hammasi yozib chiqadi CRMga. Keyin bu sotuvchi agar ishdan ketsa, hamma ma'lumoti sizning jadvalingizda o'sha CRMda bo'ladi. Agar bu jadval bo'lmasa, agar sizda CRM bo'lmasa, o'zi bilan olib ketish aniq-ku. Shuning uchun siz o'sha CRM tizimini joriy qilishingiz kerak. Ko'pchilik biznesmenlar aytadi, bu ortiqcha rasxod. Bu juda noto'g'ri xulosa, chunki agar sizda CRM bo'lmasa, sizlarning yo'qotishlari juda katta. Shuni unutmang. Ya'ni CRMni joriy qilish kerak. Qaysi CRM joriy qilishni siz bir nechta marketolog yoki bir nechta sotuvchi bilan gaplashib qo'ying. Menga esa Amo CRM bo'lgani yaxshi. U tushunishi soddoroq va qulay. O'sha Amo CRMni joriy qilganingizda integratorga murojaat qilishingiz kerak. Ya'ni maxsus o'sha o'rnatuvchi kompaniyalar bor, ularga o'rnatishingiz mumkin. Agar mobodo CRM o'rnatmayman desangiz va shunaqa bo'lishi mumkin, hech bo'lmasa sotuvchilaringizga jadval qilib qo'ying. Lekin bitta narsa aytib qo'ying. CRM orqali biz har bitta sotuvchini gapirayotgan gapi eshitishimiz mumkin. Tasavvur qiling, siz $3000 xarajatingiz bo'ldi targetga va bor yo'g'i 10 ta mijoz keldi. O'rtachilik bilan $200. Problema nimaligini bilmaysiz. Siz har bitta sotuv varonkadagi bosqichda tahlil qilib chiqishingiz kerak. O'sha sotuvchi yaxshi gaplashganmi yo'qmi? Mijozdagi muammo aniqlaganmi yo'qmi? Faqat o'sha CRMdagi IP telefoniya, ya'ni qo'ng'iroq eshitish maxsus dasturi yordam beradi. Shuning uchun bu ortiqcha narsa emas. Bu o'zi как must-have kerak bo'lgan narsa hisoblanadi istalgan biznesda. Va bitta narsa aytib qo'yaylik. Konkurensiya ko'payayotgan sari ayniqsa mijozni yaxshi servis ko'rsatishingiz kerak. Sotuvchingiz yaxshi servis ko'rsatmasa, muammo nimaligini bilolmaysiz. CRM bo'lsa va IP telefoniya bo'lsa, bemalol har bitta sotuvchini nazorat qilishingiz mumkin. Va bu to'g'ri. Keyingi bosqichda siz kunlik nazorat o'rnatishingiz kerak. Targetolog yoki marketologdan boshlab to sotuvgacha. Targetolog nechta lid olib kelganligi, sotuvchi nechta o'sha lidni mijozga aylantirganligi. O'sha kunlik ertalab va kechqurun. Borgan sari keyin kunda bir marta yig'ilish o'tkazsangiz ham kifoya. Lekin tizim bo'lmaganligi uni yangi rejimga olib chiqish uchun
ertalab va kechqurun uchrashuvda mana shu mitingni o'tkazish kerak. Keyin qarang, mana shu joyda bular nima so'raysiz? Birinchi navbat KPI'lar, sotib yuboring bo'yicha KPI. Nechta lead, nechta sifatli lead, nechta ofisga kelgan, shartnoma so'ragan, nechtasi отказ qilganlarni bo'yicha o'zingiz shug'ullaning. Ya'ni отказ qilganlar nima uchun отказ qilganligi sababini aniqlashingiz kerak va bu mijozlarga, ya'ni leadlarga o'zingiz telefon qilib chiqing. So'rang, "Okey, assalomu alaykum. Men shu kompaniyaning egasiman. Shu отказ qilgan ekansiz. Bizdan xarid qilmadingizmi bizning mahsulotimizni? Nima sababdan? Iltimos samimiy fikringizni bildiring, bizga yordam beradi." O'sha samimiy fikr aytgandan keyin shu joyda ko'p sotuvchilar sizga muammo borligini aytmasligi sizga aniq bo'ladi. Ya'ni sotuvchi va mijoz orasida muammo bo'layotganligi o'sha tepaga chiqadi, sizga ko'rinadi muammolar va bu muammodan o'z vaqtida yechim topasiz. Va oxirgi bosqich B nuqta belgilash. Jamoa bilan marketolog yoki targetolog bo'lsa, keyin sotuvchilar bilan birgalikda bitta majlisni o'tkazasiz va 10 kunga rejani belgilab qo'ying. Maksimum 15 kunga. Bir oy shart emas. Chunki oldin sizda tizim bo'lmaganligi, ular hatto 10 kunlik reja belgilab qo'ysa, yaxshi, yetarli. Hozir birinchi bosqich kifoya. Kim nimasiga javob beradi? Har bitta targetolog, sotuvchi, sotuv varonka kesimdagi bo'lgan o'sha bosqichlar bo'yicha KPI belgilang va reja belgilang 10 kunga. 10 kunga belgilaganingizdan keyin siz o'sha 10 kunlik reja har kunga nechta lead, nechta sotuv, qanaqa konversiya bo'lishini ham yozib chiqasiz. Kunlik reja. Ko'rasiz. Bu tizim mana shu 7 kun ichida joriy qilsangiz ancha yordam beradi va ichidagi bo'lgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va ishlaydigan va samara beradigan tizimni joriy qilgan bo'lasiz. Bu tizimni bir nechta bizneslarda o'zim sinaganman va bu tizimning afzalliklari juda ko'p. Birinchi navbatda va eng muhimi, bu tizim joriy qilish uchun ertadan boshlasangiz bo'ladi. Kutmang. Bitta gap borda, o'sha yangi olingan ma'lumotlar 72 soatda joriy qilmasangiz unutiladi. Shu ertadan boshlang. Bir kunda ichida qotgan ishingiz bor. To'g'ri, mana shu 7 ta qadamchi bir kun o'zida qilsa bo'ladi, lekin kerak emas. Hammasi bir kun o'zida joriy qilishi kerak emas. 7 kun ichida qilsangiz, mana postepенно, sekin-sekin qilsangiz kifoya. Va ko'rasizda bir oydan keyin sezarli farqni ko'rasiz.